Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun biz navbatdagi video yo'riqnoma bilan bo'lishmoqchimiz. Bu aynan oliy, o'rta maxsus, kasb-hunar hamda professional ta'lim olganlik to'g'risida davlat namunasidagi hujjatlarning dublikatini olishga bag'ishlanadi. Yo'nalishimizni shunday tanlab oldik. Xullas, odatdagidek MyGov.uz ilovasi orqali tizimga kiramiz. Shunda e'tibor berish zarur. Dublikat deganda bu ksera nusxa degan mazmunda tushunmaslik kerak. Dublikat yo'qotilgan, yaroqsiz kelgan kabi hollarda demak yuboriladigan yo'nalish hisoblanadi. Demak, xizmatlar orqali ta'lim yo'nalishiga o'tamiz va bu yerda diplom dublikatini olish xizmatini topishimiz kerak. Demak, mana diplom dublikatini olish xizmati orqali o'tdik. Xizmat demak, yagona portal orqali topshirilganda 370.800 ekan, Davlat xizmatlari markazi orqali topshirilganda 412.000 so'm miqdorda ekan. Demak, aynan MyGov.uz ilovasi orqali o'zingiz bajargan holatingizda arzonroq to'lov qilar ekansiz. Xizmat ko'rsatish muddati 15 ish kunida ko'rib chiqilar ekan. Xizmatni olish uchun kerakli hujjatlar umuman talab etilmas ekan. Demak, xizmatdan foydalanish qilib, keyingi oynaga o'tamiz. Bu yerda familiyangiz o'zgargan bo'lsa, shani bosasiz, bo'lmasa yo'q deb bosib davom etaverasiz. Ma'lumotlarimiz demak aks etgan yashash viloyatimizni tanlaymiz, shuningdek tumanimizni tanlaymiz. Va ko'ringan oynada qo'shimcha oynalar barchasi demak hammasi bizda ko'rinib turibdi. Demak, to'ldirilmagan ustun qolmadi. Demak, qo'shimcha telefon raqami so'rayapti. Demak, qo'shimcha telefon raqam buni to'ldirilishi shart bo'lgan maydon ekan bu. Demak, qo'shimcha telefon raqamni yuqoridagi demak format bo'yicha kiritamiz. Demak, keyingi oynaga o'tdik. Hujjat turi diplom ilovasining dublikati yoki diplom va ilovasining dublikati deylik. Ilovasini yo'qotib qo'ygan bo'lsangiz, aynan ilovasini alohida so'rab olishingiz mumkin. Bo'lmasa diplom va ilovasining dublikati. Diplom dublikatini olish sababi demagani aytib o'tganimizdek, yo'qolgan, yaroqsiz kelgan familiya ismi, otasining ismi o'zgargan holatlar. Demak, yo'qolgan ustun tanladik. Bu yerda demak oliy ta'lim muassasasini tanlaymiz. Ta'lim darajasi demak tegishliligi bo'yicha bakalavr, magistratura, mutaxassislik demak tanladik. Ta'lim shakli o'zidagi holat bo'yicha ta'lim shaklini tanlaysiz. Sirtqi o'qiganmisiz, kechki o'qiganmisiz, kunduzgi o'qiganmisiz va hokazo. Ta'lim muassasasi joylashgan joy demak viloyat, aynan tugatgan muassas ta'lim, oliy ta'lim muassasasining nomini to'g'ri tanlash zarur. Ta'lim muassasasining diplom berilgan vaqtdagi nomi o'sha vaqtda ham demak aynan o'sha vaqtda nima deb nomlangan bo'lsa to'g'ri tanlash zarur. Sababi murojaat tegishliligi bo'yicha tegishli tashkilotda borib yetganda shu murojaat rad etilmasin. Demak, bu yerda Buxoro davlat universiteti Buxoro oliy pedagogika instituti aynan zarur bo'lgani bu yerda qidiruv tugmasi bormi desak, qidiruv tugmasi. Keling shu Buxoro oziq-ovqat yengil sanoat texnologiya instituti bo'la qolsin, qidirib ortiqcha vaqtimizni yo'qotmaylik. O'qish boshlangan sana, demak o'qishga kirgan yilingizni qidirib topasiz. Shuningdek tugatgan yilingizni kiritishingiz kerak bo'ladi. Mutaxassislik nomi, aynan qaysi fan yo'nalishida o'qigan bo'lsangiz, shuni tanlaysiz. Dublikat olishda tartibini belgilash kerak bo'ladi. Demak, O'zbekiston pochtasi orqali, shuningdek mas'ul tashkilot manzildan o'zim tashrif buyurib olaman degan ikkita ustun to'xtabdi. Endi mas'ul tashkilot tomonidan demak hujjat eslatmada o'qiyotgan bo'lsangiz, hujjatni mas'ul tashkilot manzilidan olish tanlanganda hujjat faqat Toshkent shahrida
taqdim qilinadi degan eslatma joylashtirilgan. Biz O'zbekiston pochtasi orqali degan manzilni tanlaymiz va bu yerda yetkazib berilish hududini belgilaymiz. Hujjat yetkazish kerak bo'lgan manzil, demak mahallangiz va aynan ko'changizni yozsangiz bo'ladi. Shuningdek, albatta uy raqamini yozing, pochta orqali aynan uyingizga borish uchun. Demak, to'ldirdik. Shundan so'ng keyingi ustuni tanlaymiz. Demak, SMS xabar berak imtiyoz, to'lovga imtiyoz uchun tegishliligi bo'yicha agar shu toifalarga to'g'ri kelsangiz, o'shani tanlashga lozim bo'ladi. Bu yerda ma'lumotlar birma-bir aks etib, ma'lumotlarni ko'rib chiqqandan so'ng yuborish tugmasi bosiladi. Demak, oldin invoisingiz bo'lsa, o'sha invoisni kiritishingiz mumkin bo'ladi va arifmetik amalni bajarasiz. Mavjud invoisni ishlatish bo'lsa, endi yangi invois olish bo'lsa, yangi invoisni nima qilasiz? Endi biz dastlab oldagi invois olganmiz, hozirda raqamini qidirib o'tirib vaqtni o'tkazmoqchi emasmiz. Demakki, aynan arifmetik amalni tegishli invoisni yo'nalishini tanlagandan so'ng tegishli arifmetik amalni bajarib yuborish qilishga to'g'ri keladi va shundan so'ng aynan to'lov masalalari, demak, sizda aks etadi. To'lov masalalarini qilganingizdan so'ng albatta o'sha aytilgan muddat doirasida bu yerda o'zi nazarda tutgan deylik, bu xizmat 15 ish kunida, demak, sizni diplomingizni nusxasini, o'sha qayta tiklangan nusxasini sizga taqdim etishadi. Buni demak, doimgidek biz asosiydan ana uch nuqta orqali arizalarim bandidan, demak, aynan shu murojaatimizda tayyorlandi degan jarayon o'tganda ostki qismida yuklangan diplomimizni ma'lumotlarini yuklab olishimiz imkoniyati bo'ladi. Demak, mana bu yerda demak, yo'qolgan kunduzgi hamma bosqichlari aks etib turibdi. Fursatdan foydalanib takror aytamiz, biz MyGo'Uz platformasidan manba sifatida foydalanamiz. Reklama qilish yoki boshqa biror maqsadlar ko'zlanmagan, shunchaki aynan fuqarolarimizga oddiy usulda qo'l telefoni yoki kompyuter orqali jarayonni qanday boshqarish mumkinligini ko'rsatamiz. Hurmatli tinglovchilar, biz bilan bo'ling va kelgusida hayotingiz davomida doimiy zarur bo'lgan xizmatlarni uydan turib qanday boshqarishni kuzatib boring. Yo'riqnoma foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'llab-quvvatlang. Keyingi kontentlarimizni o'tkazib yubormaslik maqsadida qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Shuningdek, umuman tanishlarga, Telegram guruhlariga albatta ulashing. Zero ajabmas, bu yo'riqnoma boshqalarga naf tegib qoladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat, salomat bo'linglar.